120 mingga olingan apparat mana shu. BMW iX elektromobillar rostiga qilsam Derskisi. BMW'nikiyu iX shunaqangi navrot mashina, ko'rinishi ham juda ham neobычный. 120 mingga olingan. Michelin balonlarda qimmat. Polni kuzov bronda, kraskasi top-toza va qop-qora rangli. Salon rangi ham qop-qora ekan. Harman Kardinal akustika sistema. Salon juda ham keng. Mana bu o'rta bo'shliq, shuni hisobiga yana ham olsizlikni keng ko'rinadi. Head-up display, panoramasi gazli ekan. Shuni o'zi panoramali dopopsa. Polni night paket. Sidenada masajlargacha bor. Masajlargacha bor. Bilasiz, polni kuzov karbon bo'ladi. Juda ham baquvvat mashina. M paket. Chunki men Germaniyada shu avtosaloniga borganimda shu mashinani kesib qo'yganini ko'rganman-da. Ramalarini, stoykalarini qanchalik mustahkamligi o'z ko'zim bilan ko'rganman. Srochniga mana shu apparatni 2022-yil 72 ming yurgan 44400 ga bosib olsangiz bo'ladi.